Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, YouTube'imiz ishqibozlari, biznes boshlayman degan aka-ukalarimizga Xudo xolasa, xo'p, 11-kuni qo'yilgan videomiz, ya'niki Samarqand Ishtixonga olib kelingan avtomatli reskamiz. Xolos ustonovka jarayonlari bo'ldi. Bugungi sanamiz 13-yanvar 2026-yil sanamizda Xudo xolasa avtomatli reskamiz mana ustonovka jarayonlarini qilib bo'ldik. Relslarni to'qib hamma yo'qni Xudo xolasa telechkalarni yasayapmiz, aravachalarni. Bu yoqda mana qoliplarimiz o'zini eski yerga moslangan qoliplarni perdelka qilingan. Tayyor mana Xudo xolasa. Yurushlari ham relsimizda shunaqangi qoliplarda perdelkasini qilib, ya'niki bizdan o'zimizdan olgan qoliplar. Bu ham perdelkasini qildik. Mana videomizga Xudo xolasa bittadan like tugmachasini bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Bo'lmasa videomizni boshladik. Bu yerda 15 dona eski qolipidan bo'lingan yer qoliplarimizdan perdelka qilingan, yana 5 dona shu videoda ta'kidlab o'tgan qoliplarimizdan 5 donasini ham bu yoqqa mana tushirib qo'yganmiz. Bu yerga mana haqiqiy relsga moslangan qoliplarni tushirib qo'ygan 5 tasini. Bu yerda mana mishalkalari, suv bo'sh yongislari 1 tonnali bo'lgan edi. Endi 3 tonnali suv yongisini olib keldik. Mana bu yoqda suv shablon bochkalari temlari bilan birgalikda o'zini 15 dona qolipini tiklab, mana perdelkalarni qilib Xudo xolasa mana bunaqa relslarni to'qilib ishga tushirish jarayonidamiz. Endi bu akalarimiz oldindan o'zlari ishlatib yurganligi uchun o'z ustonovkalarni qilib bersanglar bo'ldi. Qolganini o'zimiz yurgizib Xudo xolasa ishlatish harakatini qilamiz dedi. Relslarimiz ham 5 lik ugonliklardan qilindi. Betonlarni quydirib tayyor qilib berishganda. Bu komplektlarimiz qanaqa? Xo'p, qo'l avtomatli liniyamiz $6000. Xolos 10 ta dona qolipi bilan $6000 yo'q bo'lsa mana betonlarni quyib ugonligini olib bersanglar, shu holatda relslarni to'qib o'zimiz telechkalarni yasab, mana bunaqangi reskalarni o'rnatib, mishalkalarni ham xolos o'rnatib, ustonovka qilib ishlatib berib ketamiz. Telechka deganda bu yoqdagi mana telechkalarimiz qolip bu liniyadan bu liniyaga o'tadi. Bu liniyadan bu liniyaga o'tish uchun yasalgan telechkalarni. Xuddi shu relsga ko'rsatgan qoliplarimizdan 10 dona qolip, 1 dona avtomatli reskamiz. Bu yoqda mana yerda yotgan shablonni reskamiz rushnoy va bunaqangi suv yongichlardan 2 tonnali bo'ladi. Tepadagi shablon bochkasi nasoslari bilan, to'ynlari bilan birgalikda bo'ladi. Shu qolipimiz, komplektimiz $6000 ga olib borib ustonovka qilishi bilan sizlardan olinadigan narsasi beton quyib ugonligini berasiz. Xo'p, agarda yo'q, betonni ham o'zingizlar quyib beringlar desangiz, betonni dogovor qilib kelishib narxlarni, xudo xolasa betonlarni ham o'zimiz quyib olib borib ustonovka qilib beramiz. Endi rushnoy variant so'raganlarga xohlasanglar mana bunaqangi yer qolipdan bo'ladi. 2 dona $1400 ga 2 dona yer qolipi bilan beramiz. Agarda relsni qolipga $1 moslab berasiz degan bo'lsangiz, relsni qolipga ham moslab beramiz. $1500 dan 2 dona qolipi bilan dastavka ustonovkasi birgalikda vodiy ichiga, vohalarga kelishilgan holda, ya'niki perivaldan o'tmaydi. Kelishilgan narxda borib ustonovka qilib beramiz. Qoliplarimiz 4 ta zasholkali bo'ladi bir tomonida, ikkinchi tomonda yana 4 ta, 8 tadan har bir qolipimizda 8 tadan zasholkali qoliplarimizdan bo'ladi. Profillarimiz ham 8 ga 4 stenkasi 2 stenkali profillardan bo'ladi. Xo'p, g'ildiraklarimiz ham mana bunaqangi yaxshi qalin g'ildiraklar bo'ladi roliklarimizda. Reskamiz ham mana bunaqangi 4 vallik, ya'ni 2 tomonga tortib aralaydigan mana bunaqangi valli reskalardan bo'ladi. Tormozlarimiz ham xudo xolasa yaxshi holatda mana.
tormozlarimiz bu tomonga qo'ydik. Bu tomonlarni ham olsa qilib prezerkasini qilyapmiz. Tormozlarimiz ham o'ta yaxshi holatda qatiriladi. Bu avtomatik reskamizning qulaylik tomoni, afzallik tomoni. Ikki tomonga tortib aralaganlik hisobiga qolipimizni o'ynatmaydi. Qolipimizni g'ishti ham nomiga qatib qo'ygan holatida ham haqa-baqa o'ynatmasdan chiroyli qilib razmer qilib kesib chiqib berishga harakat qiladi. Turbali reskamiz ham yaxshi variant. Bunga nisbatan sal arzonroq chiqadiki, lekin turbali reskamizni bir tomoni borki, shu bir tomonga aralaganlik hisobiga ba'zi joylarimizda g'isht qimirlatib qo'yish yoki joyidan qolipdan ko'chirib qo'yish hisobi bo'lib qolyapti. O'shaning hisobiga mana bunaqangi reskalarimiz sal bo'lsa ham afzallik tomoni yaxshiroq. Mana telesklarimizni keyingi bu liniyadan bu liniyaga o'tadigan telesklarimiz liniyalarni to'qiyapmiz hozir. Xudo xolasa, mashlar to'qib bo'lgandan keyin ish jarayonimiz ham tugaydi. Xo'p, mana shu 25 yanvardan keyin ish jarayonini boshlatamiz deyapti Xudo xolasa akalarimiz. Bular o'zlari quyib yurgan, ko'rib turganingizdek, qoliplar eski. O'zlari quyib yurganligi uchun uстановкасini berib ketamiz. O'zlari quyib ishlashni boshlashlari. Xo'p, qolganlarga xudo xolasa yangi ish boshlayotganlarga o'zimiz shaxsan o'zim mana borib videolardan ko'p ko'rasizlar. Endi o'zimiz olganligimiz hisobiga videoni qo'limizda o'zimiz ko'rina olmaymiz. Ba'zi joylarda videoni o'zi chiqadi. Xo'p, shaxsan o'zimiz olib borib uстановкаlarni qilib, ish jarayonlarini ko'rsatib, bir to'xtab ishlatib berib siz aziz egalarga topshirib kelamiz. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, xo'p, gazoblok, polistroblok, gipsoblok, xo'p, ya'niki stanok sohasida, temir sohasida nima mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar bemalol. Xudo xolasa olib borib uстановка qilib o'rnatib berib kelamiz. 93 kodi bilan 750 63 63 telefon raqamlarimiz, 91 kodi bilan 761 64 64 telefon raqamlariga bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa olib borib uстановка qilib ish jarayonlarini ko'rsatamiz. 220 ga ishlatib bering degan insonlarga 220 ga ham ishlatib beramiz xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Yaxshilikda ko'rishaylik, ko'rganda ko'rishguncha barra.